Azizlar, Afg'oniston safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir vatanimizga yetib keldik, alhamdulillah. Ana shu Afg'onistondaligimda 20 kundan ziyod vaqt bo'ldim. U yerda aziz mehmonlar kelganda ularga za'faron bilan mehmon qilishar ekan. Bu za'faronni men birinchi bo'lib Afg'onistonda ko'rdim. Keyin bu haqida izlandim. Yaxshilab ma'lumot egasi bo'ldim. U yerda shuncha kun ichib yurganimdan keyin foydasini ko'rganligim uchun sizga ham buni ilindim. Za'faron nima bu? Keling bu haqida biroz ma'lumot beraman. Za'faron bu butun giyohlarni qiroli hisoblanadi, sultoni hisoblanadi. Sultonlarning ham giyohi hisoblanadi. Sababi tarixda bu za'faronni faqatgina podshohlar, qirollar, katta kazo zodagonlar buni olib ishlatishi mumkin bo'lgan. Ibn Sino bobomiz o'zlarini Al-Qonun fit Tib asarlarida bu haqida batafsil to'xtalib o'tganlar. Abu Rayhon Beruniy ham o'zlarini Kitobus Saydaliyya, ya'ni giyohlar haqida asarlarida bu za'faronni foydalarini aytib o'tganlar. Qarang, ochganimiz zahoti hidi burnimizga keldi. Asl za'faron, haqiqiy za'faron mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni foydalari nima? Abu Bakr Roziy ham bu za'faronni butun giyohlarni gultoji, eng ulug'i deb o'zlarining asarlarida keltirib o'tganlar. Buni foydasi avvalo insonda immunitetni kuchaytiradi. Immunitet juda baquvvat bo'lib ketadi. Qishda ham benasga yurishingiz mumkin agar buni davomiy ichib yursangiz. Undan tashqari insonni qon, tomir, yurak, miya, butun badandagi kasalliklarga davo hisoblanadi. Minglab kasalliklarning davosi 4000 yildan beri bu dorivor sifatida ishlatiladi. Kunimizda ham dunyoda bir qancha za'faron ishlab chiqaruvchi davlatlar bor. Bu za'faronni masalan Eron eng ko'p ishlab chiqaradi. Turkiya, keyin Hindiston va Afg'oniston. Eng yaxshi za'faron bu Afg'onistonning Hirot shahrida chiqadigan za'farondir. Chunki 10 marta chempion bo'lgan za'faronlarning ichida. Shuning uchun biz Afg'onistondan bo'sh qaytmadik. Siz azizlar uchun mana sanoqli miqdorda za'faron keltirdik. Agar kimga qiziq bo'lsa bu haqida ma'lumot, bu haqida nimasi, biz unga albatta yuborishimiz mumkin kargodan yoki o'zingiz kelib Sagdiyana masjidida, Samarqand shahrida kelib olishingiz mumkin. U yerda do'konimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa izohlarda plus ishoratini qoldirsa, u kishiga men narxi, navosi qanaqa qilib yuborish kerakligi haqida ma'lumot beraman. Inshaalloh buni olib iching, buni aslo zarari yo'q.